Men Moskva shahridaman. Bu mashinalar vykupga beriladi. Mashinani realni qo'liga olgan insonlarni chaqirib bering degandim, chaqirib berdi. Hamma shu yerda turibdi. Ochiqcha degani yo'qcha deyapman. Ochiqcha. Bu parkda вообще bunday minusi yo'q. Turdovoy dogovor qilib berib, O'zlari qilib berishadi. Mendan talab qilinadigan narsalar nimalar? Qanaqangidir vaqt o'tgandan keyin bu 3 ta mashina sizga qoladi. Nega? Uverin 100% emas 1000% ishini bilaman. Ikki mashina ham siz olibsiz. Olib qo'yib o'zim mashina arendaga berib qo'yam, o'zim qolib qo'yaver. Kino biznesi boshlanishi deydi. Bular to'payapti, buni qoplayapti. 1 yillik strafovka, letni balon, zimni balon, hamma narsa bor. 5 yillik litsenziyalari bor. Aha. Помощь дорога degan sertifikat ham beramiz. Berasiz. 100 dan ziyod mashina o'zi vykub qilib olib ketishdi. Специально трудоустроенный, oyma-oy oyliga tushadi. Strafovka 1 yillik. Agar Rustam Rahmonovdan ko'rib keldik desa, ustupkalari bor. Bor. Qanaqa dogovor bo'ladi? Dogovor vykub bo'ladi. Firmani pechati bo'ladi. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, o'sha mashinalar qilib beriladi. Bir kunda ko'chada narx necha pul? Shu arenda pulini beryapti. O'sha arenda pulini beryapti. Lekin mashina o'ziga qoladi. o'ziga qolyapti. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Men Moskva shahridaman. Hozir yaqin akamizni Elite Plus taksi parkidaman. Yangi partiya mashinalar keldi. Bu yerda hozir 30 tadan ko'p mashina bor. Bu mashinalar vykupga beriladi. Meni maqsadim vykupga mashina oladigan insonlar bilan vykupga beradigan insonlarning o'rtasida shu narsani ko'rsatib berish. Demak do'stlar, Elite Plus taksi parkida yangi 40 taga yaqin mashina kelgan. Arizo 8, Geely Banjaro, har xil mashinalar, mana shu hamma mashinalar kelgan. Kimga yangi mashina vykupga olish kerak bo'lsa, bemalol shu akalarimizga murojaat qilasizlar. Hozir men aytdim, kim bu taksi parkdan mashina olib, vykupni to'lab bergan, mashinani realni qo'liga olgan insonlarni chaqirib bering degandim, chaqirib berdi. Hamma shu yerda turibdi. Undan tashqari men tavsiya qila olaman, chunki ko'rdim 200 dan ko'p insonlar mashina olishgan ekan bu yerda. Hamma davolni. Xullas, hammada bitta muammo. Kim mashinani olib vykupga haydaydiganlarga. Vykupni to'lasam, oxirida mashinani bermasa-chi? Mana shunaqa savollar bu. Demak, hozir mashinalar so'raymiz. Nech puldan to'lash kerak har oyi? Vykupni условиялari qanaqa? Hammasini so'raymiz. Gap ko'paytiramiz. Ketdik. Qarochi hozir uchrashaylik. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Bo'lyaptimi? Rahmat. Birinchi o'zingizni tanishtiring aka. Qahramon. Mana shu taksi parkda ishlayman. Taksi park Elite Plusda. Elite Plus taksi parkida mana shu mashinalarga qarayman. Shep qayerda shep? Boshlig'imiz ham shu yerda-da. Videoga 2017 dan beri birga ishlaymiz. Shunaqa. Akani qo'lida ishlayman 2017 dan beri. Videoga tushuvchilar kelmadi. Endi hamma narsani men sizdan so'rayman. Ha, bemalol. Aka, mana yangi partiya mashina keldi. Ha, yangi Nechta mashina kelgan hozir? Mashina bor aka, bir Nechta kerak bo'lsa bor deng. bor. Mashinani topib beramiz. Aha. Mashinani topib beramiz. Endi ko'pchilikda savolda, endi vykupga olish qanaqa, условиялari qanaqa, nima bo'ladi? Mashina qayerdan olaman? Taksi bo'lib ishlasam litsenziya olishim kerak. Strafovkasi, balon, battar, ko'pda savol ko'p aka. Mashinalar hammasi tayyor. Aha. Taksiga tayyor qilib beramiz. Agar taksida ishlamoqchi bo'lsa, strafovka, 1 yillik strafovka, letni balon, zimni balon, nimaiki taksiga nimaiki dokument kerak bo'lsa, Litsenziyalarchi? hamma narsa bor. Litsenziya, 5 yillik litsenziyalari bor Aha. mashinaning. Nima talab qilinadi mana odamlardan? Men kelib Aha. taksi bo'lmoqchiman, vykupga sizlardan mashina olmoqchiman. Mendan talab qilinadigan narsalar nimalar? Sizdan talab qilinadigan narsa O'zbekiston grajdani bo'lsa, patent, registratsiya и право российский. Aha. Право российский. Agar patent asosida ishlaydigan bo'lsa, трудовой договор. Trudovой dogovor kim qiladi? Biz qilib beramiz. Agar sizlar taksi parklarida ishlasam, trudovой dogovor qilib Трудовой berasiz. договор qilib beramiz. Трудоустроенный, официально трудоустроенный, oyma-oy oyliga tushadi kartasiga. Oyma-oy tushib, kartasiga puli ko'rinadi. Goslugada ham ko'rinadi. Ha. Shu ofitsialni ishlaydigan. Litsenziyachi? Litsenziya taksiga ham, mashinaga o'zimiz mashinaga qilib beramiz. Qarangda, men keldim, mana shu mashinani olmoqchiman. Ha. Bunga hozir litsenziyasi bo'ladi,
Mana shu aplaykalari ham bo'ladi. Apkeliki, brend, letni balon, zimni balon. Nimaiki taksiga nimaiki dokument kerak bo'lsa, страховка 1 yillik, ASAga, ASKOP degani bor. ASKOP ham qilib beramiz 1 yilga. Taksiga nimaiki dokument trebut qilsa, hammasini qilib beramiz. Tushunali. Men taksilik qilmoqchi emasman, o'zimga mashina olmoqchiman. Prosta kelib sizlardan olmoqchiman. Unda qanaqa bor? Unda ham bo'ladi, lekin bez apkeliki bo'ladi. Mana nakleykasi bo'lmaydi. Oppoq holatda beriladi. Beriladi. Ha, unda o'zbek pravo bilan bo'lsa ham olsa bo'ladi. Olsa bo'laveradi. Ha, o'zbek pravo ham beradi. Men endi yana shunaqa narsa, taksilik qilmoqchi emasman, prosta borib, menga qanaqangidir mashina yoqdi. O'shani borib salondan olishimga. Ungachi? Unga ham ilojini qilib beramiz. Первоначалısini to'laydi, birinchi to'lov. Первоначально, birinchi to'lovni qiladi. Unda ham olib chiqib beraveramiz. Men misol гражданством yo'q-ku. Kredit ololmayman. To'g'ri. Sizlar o'rnimga shu hamma narsa. Sizlar naq olib berasizlar, bo'lib qilib berasizlar. Assalomu alaykum, akalar, yaxshimisizlar? Ishlar bo'lyaptimi? Assalomu alaykum. Kayfiyatli? Endi nima ham Ha, mana akalarimizdan hozir konkretni so'raymiz. Как есть aytinglar faqat. bo'ldi. Mana hozir qanchadan beri ishlayapsizlar? Aka, men Elite Plus taksi parkida 2021-yildan beri shu taksi parkda oddiy taksi haydovchi bo'lib ishlab kelaman. Shu yerda 2022-yil taksi parkdan kelib podvigga mashina olganman. Mashinani bu yil xudo xolasa qutulib sotdimda aka. 2,5 millionga olgan mashinamni 3 yil davomida pulini qilib berdim 75 mingdan oyma-oyga. Sotib 1 million 150 mingga sotdim. Ochiqcha degan, yoshcha deyapman. Ochiqcha. Keyin mana aka taksi parkga kelib, yana yangi mashina olib chiqyapti ekan. Shularni bo'lib berishga oldim aka. Xudo xolasa, qanaqa mashina oldingiz? Bunaqangi nima edi? Arizo 8 o'sim oldim aka. Hozir haydab yuribsizmi? Hozir haydab yuribman, nomeri naryad 012 aka. Ko'chada. Ko'rsating. Zo'r. Gap haydab yuribman aka. Shuni bo'lib berishga shu taksi parkdan olganman aka. Yana o'sha 3 yil xudo xolasa shu taksi parkda ishlayman aka. Bu degani 3 yil o'zimni o'zim kak ish bilan ta'minlayman-da. Ko'chada to'pi tepib, ish qidirib yurmayman. Hali dadam aytganday, o'g'lim sahmigilarni ertalab tursang, nima ish qilar ekan deb boshing og'rib o'ylanmaysan. Sahmigilarni ishim bor-da aka. Yandexda haligi ko'pchilikka aytganda Yandexni shuni yoqasiz, ish bor-da aka. Endi qarangda, mana O'zbekiston fuqarolariga hozir litsenziya kerakmi? Aka, O'zbekiston fuqarolariga kerak keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda rossiyskiy haydovchilik guvohnoma, keyin Rossiyada ishlash huquqini beruvchi patent va hozirgi paytda taksi parklar agar shu yerda ishlayman desangiz, o'zlari agar shu taksi parkdan mashina olsa, трудовой договор qilib berib, o'zlari qilib berishadi. O'zlari qilib beryapti-da. Menda endi siz og'zingizdan savol keladi-da, 3 yil shu yerda yursangiz, gransiyaga qanday kirdi chiqdi qilasiz deb-a. Meni gransiyaga kirdi chiqdi qilmasligim uchun shu taksi parkimiz kerak bo'lsa yilda bir marta patentini продление qilish uchun ходатайствоgacha beramiz deb aytdi. Zo'r. Bu yil 2025-yildan shunaqa. Oldinlari har yili bir marta gransiyaga kirdi chiqdi qilib kelardi, patentini продление qilish uchun shu xolos. Hozir qilmayapsiz. Hozir endi mana 2025-yil may oyida patentim tugasa, bular трудовой договор qilib bergan. O'sha трудовой договор asosida ходатайство qilib berib, ходатайствоni o'sha FMSga olib borib, patentimni yana 1 yilga продлить qilaman. Shunda ishlab yuraveraman. Zo'r. Siz qanaqa mashina oldingiz aka? Men Kia olganman. Kia olgansiz. Kia olgan. 2 yil arendada yurdim. Keyin ishonchli bo'lgani uchun men ham Vikpaga oldim. Oldi, sirazi Vikpaga. Qanday oldim? Xudo xolasa mana 1 yil bo'ldi, zo'r. Taassurot to'lab kelyapsiz. To'lab kelyapman, yaxshi. Agar men misol ko'proq ham to'lasangiz bo'laveradi oyga. Xohlagancha ertaroq to'lab bo'lsangiz, ertaroq qutulasiz, maosh o'zingiz qoladi. Endi bo'ladi-ku, mana ishonchlimi yo'qmi, masalan hozir. Yo'q, ishonchli. Shu uchun 3 yil kelganda deydi, oxirgi yil kelganda o'sha o'yinlar chiqadi. Yo'q. Ko'rib boryapsiz-ku, necha yildan beri ishonchli. Oldin 2 yil arendaga yurdim bu yerda, ishonchli. Ko'rdim-da, endi sinali ko'rasiz-ku baribir. Ko'rdim, ishonchli, haqiqatan ishonchli bo'lgani uchun men ham bitta oldim. Nechasi olib, kaliti olib ko'rsatyapti, YouTube'larda ko'rsatyapti. Xudo xolasa, men ham qutulsam, yana bitta yangisini olamiz-da. Ha, uni arenda berib qo'yib, keyin bunisini beramiz. Ha, mashina olyapsiz, haydab 3 yil o'sha arendaga chiqaraveryapsiz, keyin yana bitta mashina olyapsiz. Shunday. Zo'r. Endi qarangda, mana Vikupni foydasi nimada? Vikupga foydasi endi qanday? Kunlik ishlab 500 so'm lishni mashina uchun-da, u bilinmaydi-da. Qanday mashina o'zingizga qoladi-da. O'zingizni mulkingizda tasavvur qilib aytaverasiz. Xuddi bir arenda emas, endi o'zingizni alingizdek bemalol.
Konkretni bosib ketaverasiz Konkretni gazni. bosib ketaveradi. Ertalab turasiz, boshingizda hech kim yo'q, nachalnik yo'q. Aha. O'zingizga xon, o'zingizga bek. Bemalol ishlayverasiz, xohlagan joyga borib. Moshingachi первоначально birorta summa berganmisiz? Moshinga berganman, ha, Necha pul bergansiz? 50 ming berganman. 50 ming boshida. bergansiz. Ha, u ham o'sha qancha dogovorni ichiga qo'shilib ketadi o'sha bergan pulimni. Aha. Qo'shilib ketadi. Ha, qo'shilib ketadi-da Ha, o'sha. o'sha hisoblangan summaga misol narx arenda ko'tarilsa ham o'sha dogovorimiz, misol 3 millionmi, 3 million turadi. Aha. O'zgarmaydi. 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 Dogovor hammasi Dogovor o'zingiz o'sha qo'l qo'l qo'yib, yurist qo'yib, olib, ha, bu shunday. hammasi Hammasi cho'tka, ishonarli. Gap yo'q, gap yo'q. Ovozingiz bersa aka. Xudo xolasa, Hozir bosing. Endi plyus minus haqida gaplashaylik aka. Minuslariga kelaylik. Minusi nimada? Taksini minusi ishlasa bo'ldi. Yo'q, endi qarangda, ko'p odamda minus nima bo'ladi? Men deydi, hozir men mashina olaman deydi. Aha. Vykupini to'lab bo'lishimga yaqin deydi. Menga berishmaydi Yo'q, mashinani. unaqa narsa bo'lgan yo'q. 2017 dan beri mana shu taksi parkda ishlayman men o'zim ham. 100 dan ziyod mashina o'zi vykup qilib olib ketishdi. Aha. Tugadi. Tugatib, mana hozirgi akamiz ham tugatib bo'lgan, 1 yil bo'lgan, hozir sotaman dedi. Yana xaridor ham topib berdik. Ha, hozir xaridor ham topib sotib ham Xaridor ham berasiz. topib, sotib ham berdik. O'zi hozir puliga ketdi, pulini olgani ketdi. Seriozmi? Mashinani, ha. Voy. Hozir mana qarangda, odam telefon qildi sizga. Xo'p, xo'p. Men telefon qildim. Mashina olmoqchiman deyman. Aha. Nima deysiz siz menga? Telefon qilgandan men sразу pravasini tekshiraman. Pravasi haqiqatan Yandexda ishlaganmi? Aha. Agar taksiga oladigan bo'lsa, yoshini tekshiramiz. Taksida haqiqatan yoshi yetadimi? 3 yillik staj bo'lish kerak taksida, обязательно. Pravaga. Pravaga 3 yillik staji bo'lish kerak, Aha. обязательно. Agar bestaj, u shtraf katta uni. Shtraf katta. Ha. O'sha uchun o'sha narsani hamma dokumentlarni tekshiramiz. Aha. Patenti bo'lish kerak O'zbekiston bo'lsa, agar grajdan Qirg'iziston, Rossiya bo'ladigan bo'lsa, ularga turdovoy dogovor ham kerak emas. Samazaynet asosida ishlayveradi ular. Ha. Samazaynet bo'lib ishlayveradi. Ularga hech qanaqa patent iligi yo'q-ku. Misol men hozir mashina tanlamoqchiman. Bu yerda Aha. har xil mashina olib chiqibdilar. Aha. Men kelib, menda vыбор bo'ladimi? Xohlasam buni olaman, xohlasam xohlagan. Xohlagan. Endi mashina olishim uchun menga первоначально qanaqangidir summa beramanmi yo'qmi? Первоначал Qancha pul beraman? Первоначал ikkita ligimiz bor, 200 ming so'm первоначалimiz bor. Любой mashinaga. Любой mashinaga. Xohlasam bunga, xohlasam bunga. Xohlagan mashinangizga. Xohlasam bunga, farqi yo'q. Xohlagan mashinangizga 200 ming so'm avansimiz Bu bor. hozir mana первоначал. yozib olingan, просто Yozib olingan, чтобы adashmaslik uchun. adashmaslik uchun 200 mingni masalan 6 oyga bo'lib bersa ham bo'ladi, sразу bersa ham bo'ladi. 42 Qarang, oyda. qarang. Men keldim sizni oldingizga. 200 ming sistemga pul solib. Xo'p. Keldimda 200 ming sizga berdim. Условияларni ko'rib chiqdim. Aha. Biz qanaqangidir договор подписать Так, qilamiz. обязательно. Qanaqa договор bo'ladi? Договор выкуп bo'ladi. Договор выкуп firmani pechati bo'ladi, podpis bo'ladi. Aha. U yoqda podpisi bo'ladi. U yerda summa yoziladi. Grafik chiqariladi. Har Qachon oyga. tugashi, mana har oylik grafiki, qaysi kuni, qaysi oy, yilda tugashi hamma narsasi yoziladi. Aha. Pul berganda ham qo'l qo'yiladi. Har bitta ligiga pul berganiga qo'l qo'yib yuboriladi. Aha. Buxgalter oldim deb qo'l qo'yadi, bu yoq berdim deb qo'l qo'yadi. Xo'p, qarang, договорda oldim men sizdan 200 mingni berdim, договорda oldim. O'tirdim, mashina haydab chiqib ketdim. Dogovor hamma yoqda dokument qilib beramiz. Agar men taksi bo'lsam, taksi bo'lsa, litsenziyani sizlar qilib berasizlar. litsenziyani hammasini biz qilib Zimniy beramiz. ballonlar sizlar olib berasizlar. Zimniy ballon mana turibdi. O'zida hozir hamma mashinada zimniy ballon, Arizolarda zimniy ballon turibdi. Ana letniy balloni ichida turibdi mana keling. Qani? Ha, o, Mana letniy ballonlari ichida turibdi. Mashina полный komplektatsiya, последний komplektatsiya, hammasi последний. panorama, обдув, обогреватель сиденья, обдувлarigacha bor mana. Aha. Как Mercedes. Память сидения, полосодержатель, кондиционер, nimaiki mashinaga kerak bo'lsa hammasi bor. Даже mana hid chiqaradigan aromatlari bor, 1 yilga yetadigan. Aha. Mana. 1 yilga yetadi. Даже o'sha Значит, komplektatsiya bu mashinalarning hammasiniki полный. полный komplektatsiya, full komplektatsiya. Men oddiyroq komplektatsiya olmoqchi bo'lsam-chi? Qaysi mashinadan oddiyroq komplektatsiya? Men shu Arizodan. Arizodan oddiy komplektatsiya, пожалуйста, birinchi to'lovini qilasiz, bemalol olib. Qilib ketaveradi. Aha. Qarang. Bu hozir salondan olib chiqib kelinadi. Salondan olib. Hamma salondan chiqdi. Hamma salondan chiqdi. Hammasi yangi. Nomer ham kecha olingan. Ha, nomer ham kecha olingan. olganmiz, nomerni mana. Mashinani probegini mana probegini ko'rsatay sizga. Mashina salondan chiqqan.
Mana 114 kilometr yurgan Aha, общий. 114 Salondan chiqqan, Gayiga borgan, Apkelekiga borgan, Gayiga borgan. Bo'ldi, boshqa Aha. hech qayerga borgan emas. Bu- Letni balon, hammasida letni balonlari bor. Mana. Letniy balon. Sразу haydadi chiqib ketdi. Sразу haydadi chiqib ketdi. Mana bularda ham. Bularda ham mana letni balon. Babuchi, bu qanaqa? Bu mashinamiz Atlas. Atlas. Ha, Cherry Atlas, komplektatsiya, полный komplektatsiya. Ha. Kalitda deyapman. Men qarangda, shu mashinalarning ichidan ham hozir olib chiqib ketganlar bormi, yo'qmi? Ya bor kerak. O'sha sotilgan. Ha, ko'p edi. Ha, Mana da? Prodonni hozir haligi qilganmiz, Prodonlarimiz bor, hozir ko'rsatamiz aka. Aha. U tarafdagi mashinalar ham bor yana. Ha, u yoqda ham mashina bor. Bu yoqda ham mashinalarimiz bor. Yaxshi. Yaxshi. Mana qolib ketgan mashinalarda mana bular ekan mana. Qaysi mashina qolib ketgan? Bular mana ishlayapti o'zi. Mana olgan bu uni bolalar. egasi mana shu yerdaman dedi. Ha, Manjaro. Ikkovini ham bitta odam Ha, olibdi. ikkalasini ham bitta odam ekan. Manjaro ham zo'rda. Manjaro, Xunchi, mana. Endi qarang, keldim. Значит, 200 ming berdim sizga. Siz bilan договор заключать qildim. Siz menga litsenziya hammasini taqilib. Shuni oldim, haydab ketdim. Ertasi kuni to'lab boryapman. Ertasi kuni ketadi. Hozir buni oladigan bo'lsak, mana arizo 8 da oladigan bo'lsak. Bir kunda ko'chada, sizlardamiz, ko'chada narx necha pul? Arendasini aytadigan bo'lsak, 3800 so'm hozir. 3800 ko'chada. 3800 so'm ko'chada. Sizlardachi? Bizda 115 ming oyiga. 115 ming oyga. Buni 30 kunga bo'lsa qanchaga bo'ladi? Bizda ham arenda hisobida mashina vukupga o'tib ketyapti hozir. Arendada berilyapti? Arenda hisobida o'tib ketyapti. Lekin vukupga bo'lib ketyapti. Ha, vukupga o'ziga o'tib ketadi. Aha. U odam arenda mingan bo'lib yuradi, lekin mashinani oxirida o'ziga qoladi. Hozir 115 ming deganingiz bo'lsak necha pul bo'lyapti? Shu arenda pulini beryapti. O'sha arenda pulini beryapti. Lekin mashina o'ziga qoladi. O'ziga qolyapti. Mashina o'ziga. Bu necha oyga bo'lib berasiz? 42 oyga. 42 oyga bo'lib berasiz. 42 oyga. Bu men hamma grafikani ekranga chiqarib qo'yaman. Endi qarangda, sizlarda usloviyalar qanaqa bo'ladi? Bu mashina kimning nomida bo'ladi? Firma nomida bo'ladi mashina. Mashina firmaning nomida. Tugatib bo'lgandan keyin bemalol o'tkazib olish mumkin. Tugatib bo'lgandan keyin. Mana tugatib bo'lib ham bizda yurganlar hozir ko'p, voditellarimiz. Tugatib bo'lib ham mayli o'zlaringda qolsin deb yuradi, yuribdi, arenda to'lamaydi. Aha. O'z sizlar taksi parkinglarda, lekin parkda ishlaydi, arenda to'lamaydi. Zo'r. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ishlaringiz sog'lom bo'lyapti. O'z tanishtiring, kimsiz, qayerdansiz? Men ismim Sherzod. Qirg'izistonda O'sh shahridanman. Bu parkda ishlayotganimga taxminan 4 yilcha bo'lib qoldi. Birinchi partiya mashinalar vukupga berganda ulgurmay qolgan ekanmiz. Ikkinchi partiyasidan oldim. Deta 2,5 yil deganda tugatdik. Aha. Qanaqa mashina oldingiz? Kia Rio olganman. Kia Rio. Ha. Birinchi partiyada ikkinchi partiyasi. Undan tashqari hozir bitta mashina mana shu birinchi olgan mashinam qutulib, уже sotib ham bo'ldim. Undan tashqari yana 3 ta mashina oldim. Qanaqa 3 ta mashina oldingiz? Yana 3 ta mashina olganman Kia Rio. 3 ta ham beraveradi. Ha, 4 ta ham 5 ta ham beraveradi. Faqat siz janlarga, ukalarga olib beraverasiz. Olib, voditellarga arendaga berganmiz. Qanday? Voditelga arendaga berganmiz. Endi bu to'lovida razitsasi bo'ladi, qolganini endi o'zimiz qo'shib bu yoqqa to'laymiz. Lekin mashina sizga qoladi. Mashina menga qoladi. Bular voditellar как arenda qatori. Qarangda, hozir siz bulardan mashinalar olasiz. Vukupga. Bollarni topasiz. Ularga arendaga berasiz. Ular arenda sizga beradi. Har bittasiga yana 500 so'mdan qo'shasiz-ku. Masalan, 3 ta mashina bo'lsa, 500 rubldan qo'shib, bularga vukupni pulini berasiz. Ha, bularga vukup pulini to'laymiz. Qanaqangidir vaqt o'tgandan keyin bu 3 ta mashina sizga qoladi. Menga qoladi, shunaqa. Bu ham kichkina biznesni boshlanishi deydi-ku. Sxemani qarangda. Zo'r. Endi hozir yana planda turibdi, endi yangi mashinadan kattarog'ini olamiz, xudo xohlasa. Aha. Endi qarangda, mana vukup olishga qo'rqadiganlar bor. Mana siz 3 ta 4 ta mashina vukupga olyapsiz. Mana shunda tushuntirib beringchi. Endi vukupga oladigan to'g'ri, endi uni qo'rqinchli yeri ham bor. Nimagaki, vukupga hozir olaman desangiz, variant juda ko'p. Olaman desangiz, bez pernacha vznosidan beraveradi, tanishingiz bo'lmasa ham beraveradi, orqangizda как бы поручитель bo'lmasa ham beraveradi. Olaverasiz, lekin buni voditelga eng qo'rqinchli tomoni oxirida konstruktsiyasiz tugagandan keyin mashina sizga beradimi yo'qmi вопрос shu. Bu kontorada mana men o'zim guvohi, men o'zim akamda ham misol 3 ta mashinasi bor. U ham ikkitasini uzib bo'ldi.
yana bittasi ishlayapti. U faqat sotgan yo'q, o'zi meni yuribdi faqat. Aha. Bularda ishonchli joyi, men o'zim mana 3 yil ichida bir yolg'on aytmasam 200 tadan oshiq ko'rgan voditellar menga o'xshab olganlar. Vikupi tugadi. Mashinani kimdir yana hali haydab yuribdi. Yana kimdir misol sotdi, uyga borib keldi. Ko'zim bilan ko'rganim bu taxminan bir 200 ta odam, agar undan ko'p bo'lmasa. Endi inshaalloh mana Farhod aka bilan ham 3 yil 4 yil bo'lib qoldi tanishganimizga. Allohga shukr, misol yomonlik ko'rmadik. Yordam etaydi, boshqa bo'ldi. Biron bir misol ishimiz tushsa, bir og'iz aytsa yo'q demaydi, misol shunaqa momentlar endi meni boshimdan o'tdi bo'ldi. Misol to'xtatib qo'yadigan yerlarda mashinadan aplata qilmadik, to'xtatib turdik, misol shunaqa ishlar bo'ldi. Farhod aka kelishib ketaverasizlar. Keyin kelishib ketilaveradi. Bularda misol endi yaxshi tomoni oxiri ishonchli inshaalloh. Misol endi mana 200 ta odam bu biz uchun живой примерda. Живой пример. Ko'rganingizdan odam ko'zga ishonadi. Misol hozir mashina oladiganlar bo'lsa, kelib bemalol olsa bo'ladi. Условиялari juda yaxshi. Даже o'ris odamlar ham, misol rossiyskiy pasporti bor odamlar ham kredit bilan olsa, bular bergan условияdan qimmat chiqyapti. Kredit bersa qimmat bersa ham qimmat chiqadi. Nimagaki sizni kreditga olganingizdan keyin какой-то первоначальный взнос berasiz bu yoqqa bankka, по-любому. Undan keyin bu mashlarni taksiga tayyorlash uchun yana bir 100 ming puli ketadi-da. Litsenziya olasiz. Litsenziya oladi, страховкасы bor. Тем более bular hozir boshlab безограниченный страховкасini уже qimmat bo'lib ketgan. Shularning hisobiga bu yerdan hozir bu mashlar tayyor. Keldingiz, do'g'orni qildingiz. Misol agar 200 ming pulingiz bo'lsa, 200 ming olasiz, berasiz, sразу olasiz, ketasiz. Agar uncha pulingiz yo'q bo'lsa, misol variantlari bor. Bular juda yaxshi условиялар bergan, bo'lib berishgan, первоначальный vznosda. Shunaqa qilib olib ketsa ham, misol yangi boshlaganlarga juda yaxshi условиялari bor. Zo'r. Gap yo'q. Maslahatim, misol ishlayman, olaman degan odamlarga yaxshi. Misol bu hozir arendadan какой-то 5-600 so'm, 1000 so'mgacha raznica qiladi-da. Raznica qiladi, lekin ishlab yuraverasiz. 2 yil, 3 yildirki mashinani qutulib bo'lasiz, sotaman desangiz, qo'lingizda naqd pul bo'ladi-da. Haligi o'zbekda maqola bor-ku. Qarz bo'lsa qutular, xotin yonga qolar deydi. Shunday qarz bo'lsa ham olasiz, zato mashina qoladi. Zo'r. Gap yo'q. Maslahatim kelib olsa bo'ladi, ishonchli kontora. Ishonchli kompaniya. Tavsiya qilasiz. Tavsiya qilamiz. Do'stlar, hammasi kakiyiz. Biz mana mashina olgan insonlardan so'rayapmiz. Aka, rahmat. Omadingiz bersin. Rahmat. Gazini bosing. Aka, keling gaplashaylik. Mana mashinani olib, vikup qilib bo'lguncha mana shu protsess tushuntirib bering siz. Aka, masalan, oddiy misol oladigan bo'lsak, mana ko'pchilikka yoqmaydi. Vikupga ol deb o'zim ham aytsam, o'sha oshna og'aynimga yoqmaydi. Chunki nimaga? Bu mashinani deydi, qachon qutulasan? Ertaga biror narsa bo'lib qolishi bor. Men aytaman-da, Allohga tavakkal qilib olaver. Baribir arendaga minyapmiz. Masalan, hozirgi kunda mana shu mashinani oladigan bo'lsak, oddiy Arizona oladigan bo'lsak, 3300 rubl 7.0 ga beryapti. Kimdir aytadi hozir, yo'q, bu 3000 ga ham beryapti. Mayli 3000 ga berayotgan taqdirda ham aka, oyiga 90 mingdan arenda просто kimgadir to'layapmiz. Hozir ko'chani narxini aytyapsiz, to'g'ri? Bu ko'chani. Hozir ko'chada mana shu mashinani 3300 dan 3.5 ming, kimdir 3000 ga ham beryapti. Yangisinimi? Yo, endi просто aytyapman men. Примерно. Endi masalan 3000 dan arenda to'lab 90 ming har oy 90 ming kimgadir olib berishimiz kerak. Xohlagan payt bundan tushiraveradi. Lekin agar shu mashinani o'zingiz olsangiz, oyma-oy o'sha hozirgi paytda masalan men o'zim 4000 rubldan kunda to'layapman. Arizoga siz 4000 rubl. 4000 rubldan yana 1000 rubl ustiga дополнительный pul to'layapsiz. Arendadan ustiga 1000 rubl to'layapman. 1000 rubl. To'layapman. O'shanda oyiga 30 mingdan o'zimda jamg'arma nakopительныйda bu hisobida. O'sha 36 oyning davomida oyiga 30 mingdan nakopительный hisobida bo'ladi. Kuniga 1000 dan tashab turadi. Ham ishlab o'zimni tirikchiligim, oilam, bola chaqamni boqyapman. Ham aytgandek 30 mingdan nakopительный qilib, shu mashinani как будто o'zim hozir noldan sotib olgandek bo'lib, 3-yili qutulib ketyapman, bo'ldi aka. O'sha Выгодно bu. Endi kimgadir выгодно, kimgadir невыгодно aka. Lekin men uchun hozirgi paytda выгодно. Выгодно. Mana oddiy misol Kia Rio'ni oladigan bo'lsak, Kia Rio'ni oldim aka. 3 yil baribir umrim o'tdi. O'sha siz kelgan choyxonaga kelgan paytingizda masalan ko'rishganmiz. Qarang, 3 yil vaqt o'tib ketib qoldi aka. Zato 3 yil yurdimda, yaqinda aka, masalan o'zimni kanalimga video qo'yganman. O'sha mashinani sotdimda, o'zimda shaxsiy ehtiyojim uchun o'sha pulni ishlataman masalan. Lekin
har kuni 1000 so'mdan yig'ib yura olmayapman-ku o'zim aka, ko'chada yurgan paytimda. Shunaqa. Qak o'zimni kichkina bir jamg'arma deb hisoblanadi-da. Yaxshi kunga deb jamg'arma bo'ladi aka. Qak buta ham yangi mashinada yurgandek bo'laman. Zo'r. Shu, maqsad shu. Bu yerda hech qanaqangi самый главный taksopark o'sha o'zbekistonliklarniki 2017-yildan beri shu taksi ishlar ekan. Lishdan o'zim Elite Plus taksoparkida 2021-yildan beri ishlab, nechta bolalarni Vikupdan qutulganini ko'rdim. O'zim mana aytganingizni olib, minyapmiz shu aka. Boshqa bu yerda siz tavsiya qila olasiz. Endi aka o'zim shu yerda ishlagandan keyin обязательно o'zimizda o'zbekistonliklar bo'lsa yoki Qirg'iziston, Tojikiston fuqarolari, Rossiya fuqarolari bo'lsa ham mana avtomobilni проезд, dom destireni 4 kelsa, bemalol o'zlari kelib, xohlagan mashinasini mana aka tanlab olib, xohlagani xohlaganinglar tanlab olasiz. Bu yerda shunaqa narsa aka, 200 ming o'zi asli первоначальный summasi bor. Masalan, Arizona summasi 5 million 50 ming общий summasi, 200 ming первоначальga bersangiz 4 million 850 ming qoladi. O'shani siz oyma-oy bo'lib berasiz. Endi qarangda aka, hozirgi paytda 115 mingdan oyma-oy to'ladi. O'sha 40 oyga bo'lib bergan hozir. 40 oy, 42 oy o'sha kelib dogovorda summasi o'zi ko'rsatiladi. Endi bitta yana narsada aka, qarang. Oyga 100 ming deyapsiz-ku. Topsa bo'ladimi shu pullarni? Endi arenda ishlayapsiz-ku aka, ertalab turasiz. Boyagidek ishlaysiz aka. Bir kunda necha pul topasiz hozir mana shu Arizona? Bu endi komfortmi yo komfort bu komfort plus aka. Komfort plus. Necha pul topasiz bir oyda? Bir kunda. To'g'risini aytaymi? Ha, to'g'risi. To'g'risini aytadigan bo'lsak, aka, men oldin ekonomda ishlaganman. Ekonomda aka hech kimga yashirmayman. 11 ming, 12 ming pul topganman aka. 11 ming, 12 ming. 12 ming. Bu hamma rasxodlaringiz bilan. Ichida, hammasi ichida. Bundan keyin arendani ayirasiz, benzin ayirasiz, obed ayirasiz. Itogo yoq-buyog'i sizni oyligingiz boyagida yana 120 ming, 100 mingga aylanib qoladi, toza. Yuklarni qutulsangiz, endi Arizonaga kapiyatga o'tganimda hozirgi paytda paka endi yo'liga tushyapman. Bunda ertalab ish bo'lar ekan, obeddan ish bo'lar ekan. Sredni bunda ham 11 ming, 10 mingga yaqin pul ishlayapman aka. Oy, har kuni. Har kuni. Endi shundan yana arenda minus, boyagidek benzin. Keling minus qilaylik mana. 11 ming pul topyapsiz. Necha pul benzin yoqasiz? 2 ming yoqyapman aka. 2 ming benzin yoqasiz. 2 ming benzin yoqyapman. 9 ming qolyapti. 9 ming. Arendaga qancha berib o'ryapsiz? 4 ming aka. 4 ming arendaga berib o'ryapsiz. 4 ming arendaga. Qancha qolyapti? Mana matematik emasmi? 6 ming minus bo'lyapti. 5 ming qolyapti. 5 ming qolyapti. 1000 so'm choy poyizga ketsa, 4 ming ishlayapsiz. 4 ming ishlayapsiz. Ham oilangizni boqyapsiz, ham vыкупga pul beryapsiz, ham benzin. Короче, kun o'tyapti. Kun o'tyapti. Boy bo'lib ketmaysiz-ku. Sekin-sekin o'sha o'zingiz oyoqqa tursiz bo'ladi. Lekin hozir 2 yil, 3 yildan keyin mashinani olsangiz o'zingizga bitta sotasiz, O'zbekistonga ketaverasiz. Agar xohlasangiz. Xohlasangiz, bo'lmasa ishlayverasiz aka. Yana ishlayverasiz, o'ziga qolib ketadi. O'ziga qolib ketadi. Bitta katta summa qoladi. Zo'r, gap yo'q. Shu aka. O'zlari xohlagan mashinani hammasi yangi, hammasi 0 probegda. Biz shunday qilib ishlayapmiz aka. Endi ko'pchilik aytadi, yaxshi emas, Xitoy unday, Xitoy bunday, lekin baribir bitta odam yaxshilab minsa, menimcha buyog'i aytgandek aka, Xudoga tavakkal aka. Men o'zim Xitoy haydab yuribman qanchadan beri maza qilib. Endi sizniki Li-da aka. Shu odamlar sanaganda bu Li deydi-da. Bu Arizona. Farqi nima? Bu ham Xitoy, bu ham Xitoy. Endi bilmadim aka. O'shaning uchun biz aka oddiy xalq aka. Hozir birovga masalan, "Mana yaxshi mashina ekan" desa, sirazi aytadi, "Nimaga maqtayapsan?" deydi. Endi nima qilay aka? Minib yuribsiz-ku yangi mashina. Shu yomon bo'lsa ham yangi-yu. Zo'r, gap yo'q aka. Omadingizni bersin. Rahmat aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Aka, bu mashinani nomi nima? Bu mashinamizning nomi Xunchi 5. Komplektatsiyasi qanaqa? Komplektatsiyasi полный komplektatsiya, letni zimni balon, ichida страховка 1 yillik diagnostik karta, hamma narsasi bor. Buni litsenziyasi yo'q, bu biznesda yuradi bu. Biznesda yuradi. Biznes taksi bu. Biznes taksi. Bu biznes taksi mana yana podarkalarimiz bor. Har bitta mashina olgan odamga mana podarka nabor. Avtomobil nabor nasosidan tortib trosigacha, даже mana balon yamaydiganlarigacha bor. Filtr hammaligisi bor. Bu podarka beriladi. Podarka. Har bitta mashinaga podarka beradi. Endi akamizdan so'raymiz. Aka, bu mashina narxi necha pul? 1 oylik to'lovi qancha?
Hop, bu Hunchi H5 narxi 6 million 900 ming so'm. 6 million 900 900 ming. ming rubl. Polni komplektatsiya. Polni komplektatsiya, biznes klass 42 oyga, Aha. avansi 200 ming rubl birdaniga beriladi yoki 6 ga bo'lib beriladi. O'sha 200 mingni 6 ga 6 bo'lib beriladi. Birinchi beriladigan pul. Ha. Umumiy oyi 42 oy. Har oy necha puldan to'lanadi? Oyiga 160 ming. 160 mingdan to'lanadi. 160 ming. Zo'r. Arenda bilan pasti teng. VIP Aha. bo'lsa ham shunaqa oyini qo'shganimizda 42 oy 3,5 minglik qilib arendasi xuddi ko'chadagi arenda mashinaga o'xshagan teng. Lekin kim agar ko'proq pul berib 500 ming boshqa berib yo oyga ko'proq berib ozroqda uzaman, tezroq o'zimniki qilaman desa 6 oydan keyin nomiga o'tkazib beradigan holatda. Bo'ldi. Yana bir narsa, bunga nima kirib qo'shiladi? Mashina, zimniy balonlar, Zimni balon, letni balon, Страховка. Страховка, 1 yillik straxovka. Kaskasi yo'q. Eng zo'ri kaskasi yo'q. Aha. Agar kaska bo'lganda bunga ham 3 yil kaskaga ham pul to'lash to'lash kerak kerak bo'ladi. bo'ladi. 100 mingdan bo'lsa 300 ming pul to'lash kerak. zo'r, gap yo'q. Bez kaska. O'sha plyusi o'sha. Zo'r. Plyusi deysiz. Zo'r. Bo'ldi. 360 kamera, polni mashina. Polni komplektatsiya. Eng fulli. Eng fulli. Eng fulli. Panorama tom, hamma haligisi bor. Bo'ldi. Nima funksiya kerak bo'lsa hamma narsasi bor. Zo'r, mashinani bitta aylanib ko'ramiz. Alaykum Yaxshimisiz aka? Allohga shukr. Ismingiz, qayerdansiz? Atim Nurlan. Nurlan aka. O'shdan bo'laman. O'shdan, Qirg'izistondan. Qirg'izistondan. O'zgondan Qurshab degan ayoldan bo'laman. Bu qanaqa mashina haydayapsiz hozir? Men Kia Rio haydayapman. Kia Rio. Siz ham vikup bo'lgansiz. Ova. To'lab bo'ldingiz yo hal to'layapsiz? Al to'layapman. Hal to'layapsiz. Aha. Plusi, minusi shular haqida gapirib bering menga. Men bu parkda ishlagan 3 yildan oshiq ishladim. Aha. Ishlagan birinchi kelganimda qahramon o'zi 1 oy ishlagandan keyin menga prilagat qildi. Aka, oling debchi. Vikupga. Men qo'rqib olgan emasman. Ha, olmagansiz, Qo'rqib olgan emasman. Nimaga? Endi orqadan sulcha bo'ladi-da. Ha. Men qo'rqib olgan emasman. Baldar alishdi, undan nima bo'ldi? Internetda ko'p chiqib aldab ketganlar, undan bundaylar. Ha, vikupga aldab ketgan. Aldab ketgan, undan bunday shu malgacha men işte bir dag'i bu parkda minusini ko'rgan jo'qman. Aha. Shu parkda hozir mashina olganim 6 oy bo'ldi. O'gacha 3 yil ishladim. Taksiga chiqqanda shu parkka kelib ishlagan birinchi. Aha. O'shol bo'yidan boshqa parkka sekirib, boshqa parkda da ko'rganmiz. Aldab ketganlarni da ko'rganmiz. Orqada sulcha bo'lganda. Ha. Men ko'pini plakat etem. Shu parkka kelib arendaga, vukupga olsa o'ta zo'r bo'ladi. Zo'r. Zo'r. Men общем bu parkni minusidan hali ugalak. Короче, siz 1,5 yil 3 yil arenda, 3 yil arenda. 3 yil arendaga haydadingiz. 3 yil arenda. Bekor qilgansiz arendaga haydab. Ha. Lutchi vikup qo'yganingizda mashina qolardi. Vukupga onu daga malvatlar qahramon o'zi urishib, aka esepteb ber, ondan menga vukupga berdi. Ha. Men hozir ham bundaylarni alayын deb atam, sal situatsiya shartga baylanishli bo'lib o'ynadi. Aha. Hozir deb olish kerak. Olish kerak. Olish kerak. Yangi mashina. Jang o'ta so'nggi mashina. Aha. Bu parkda общем bunda minus yo'q. Xudoy saqlasin, naborot demasa yordam beradi. Ha. Men Qirg'izistondan kelganda даже benzinga pulim yo'q kelgan. Qahramon o'zi benzinga pul bergan. Aka men arendaga minasiz, men benzinga polni bak benzin qo'yib beraman. Ha. Shuna ishga chiqib ketgansiz. Registratsiyam qilib keldim, даже benzinga pulim yo'q edi. Ha. Именно shu qahramonga aytsam, "Uka, benzinga ham pulim yo'q" deb chaldim telefon. Aka kelavering dedi. Kelsam mashina turadi. Benzinga polni bak benzin qo'yib berdi 2 mingga. Ishga chiqib ketdi. Shu bilan hozirgacha ishlayapsiz. Zo'r. Zo'r. Shunday. Gapi. Nima deya olasiz hozir biznikilar? Mana bizni ko'rib turgan bolalar bor. Qirg'izistondan, O'shdan nima deya olasiz? Bu parkka uverin 100% emas 1000% ishonib kelaverganlar. Aha. Olg'ilar. Arendaga emas vukup qolib mingilar. Vikup qolib qayda? Vukup qolib aydash kerak. Sabab men 3 yilda уже mashinani уже ikkita qilib chiqaradilar-da. Ha. Menga Farqat aytgan, siz bizga ishlab berasiz, o'zimizga olib qoling mashinani degan. Ha, o'zlari aytishgan. O Farqat aka o'zi aytgan. Ha. Deganda Farqat aka men qo'rqatam olib. Nimaga qo'rqqansiz? Nimaga?
Endi o'sha molda bilasizmi, bayag'i jangi o'sha 2021-yillari Vukubga berib, go'y aldab ketib, mashinani yuklab ketib, shunda hem YouTube'dan, internetda ko'rganmiz. Hem hozir shu parkda men 3 yildan beri ishlayman, o'z ko'zim bilan ko'rgam, men ishondim bu parkka. Zo'r, gap yo'q, aka. Omadingizni bersin. Xo'p. Gazini bo'lsang, mana shunaqa mashinalar haydab yuring. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Oz qoldi. Gap yo'q. Xo'p. Aka, bu mashinani nomi nima? Bu mashinaning Komplektatsiyasi nomi, qanaqa? Cherry Arizo. Komplektatsiyasi polni full komplektatsiya, panorama tom, 360 kamera, 1.6 motor, polni komplektatsiya. Даже bunda zapq chiqaradigan aromatizatор ham bor. Ha, aromatizatор ham bor. 4 ta balon, litsenziya. 4 ta balon, litsenziya, taksiga nima, страховка, asgob, u ham asgob, страховка 1 yillik. Nakleyka, brend, hamma nimaiki taksiga kerak. Poliklari bormi buni? Poliklarigacha bor ekan. Poliklarigacha bor. Zo'r. Poliklari ochilmagan, hali o'ziga solinmagan poliklari turibdi. Gap yo'q. Paketda turibdi. Shuni. Aka, buni narxi qancha? Xo'p, Arizo 8imizning narxi 2 xil narx bor. Birinchisi 5 million 50 rubl. 5 million 50 rubl. Dogovor bo'lgan kuni 200 ming avans, 200 ming rubl avans beriladi. Qolgani 42 oyga bo'linadi. Nechi pullar? 115 mingdan oyiga. 115 mingdan. Ha, arzon, hali hamyonbop qilingan. Ikkinchi varianti birdaniga pul yo'qlariga 6 oyga 200 ming bo'linadigan varianti bor. Bu 5 million 200 ming. Oyi 43 oy. Har oy u ham 115 ming, 33 mingdan 6 oy to'laydi. Dogovor kuni 33 ming, yana 5 oy 33 ming. Shu 200 mingni 6 oyga bo'lingan varianti bo'ladi. Tushunarli. Do'stlar, endi esa mashinani ko'ramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom aka. Yaxshimisiz? Ismingiz nima? Qayerdansiz? Ismim Melaman. O'shdan bo'laman aka. O'shdan. Bu ikkovi mashina ham siz olibsizmi? Ikkovi mashina men olganim aka. Ikkovi ham taksilikda. Ikkovi ham taksilikda. Seryozni? Ha, 0 probek bilan olganim o'zim. Shu parkda Shu o'qiyapsiz? parkda 5 yildan men shu parkda ishlayman aka. 5 yildan beri. 5 yildan beri. Xudo xolasa bu parkdan mana bu shu 6-chi mashinamda bular ikkovi. 6-chi mashina. 3 ta mashinani chiqarib oldim. Hammasi vykupka. Hammasi huquqqa. Bitta o'zingiz haydaysizmi? Bitta o'zim. Yo'q, Ya bularni arendaga beraman. Mana o'zim haydab yuribman. hozir. Bu уже 6-chi mashinani Bu olyapsiz. 6-chi mashina. Nima vigidasi qayerda buni? Qanday qilib Vigida- 5 yil ichida 6 ta mashina oldingiz? Vigida aka shu har o'z vaqtida pulni to'lab, ayniqsangiz bular o'zi o'tkazib berayotgan aka. Yaxshi parking. Короче, men o'zim ham boshqa ishda ishlayman aka. Lift yasayman, lift qilaman. Ha, lift yasasizlar. Olib qo'yib o'zim mashina arendaga berib qo'yaman, o'zini qolib qo'yaveradi. Tushunasizlar a? Birinchi qo'ldan oladi, keyin odam top arendaga berib qo'yadi, o'zini yopib yuraveradi. Молодец. Bagajni. Lekin bu parkda xudo xolasa mana yomonlik ko'ribdi aka. Aha. 5 yildan men shunda ishlayman, 3 ta mashinani chiqarib уже. Bularni oldim yangilardan. Hozir yana bitta xonjim bor. Yana bitta xonjingiz bor. Ikkita xonji, bitta bilan olganman. Ha. Vukubga. Молодец. Ikkita xonji, buni bittadan oldim, 3 ta mashina, yangi mashinadan 3 ta oldim ekan. Aha. Xudo xolasa. Bular pul topyaptimi hozir bu mashina? Topyapti. Mana topmaydi, o'zim haydab yuribman. Ha, buni bular topyaptimi? Buni qoplayapti. Buni qoplayapti. Ay, молодец, красавчик. Gap yo'q aka. Omadingiz. Men просто so'rashdan maqsadim. Mana hozir shuncha mashina bor. Mana olayotgan odamlar bu, haydayotgan odamlar, misol bu hammasi как есть ko'rsatyapmiz-da. To'g'ri aka. Lekin olish kerak ekan ham, endi riskovat-da bu yog'icha. Riskovat-da xudo xolasa riskovat qilsa ham bu yoq endi Alloh yo'l ko'rsatsa o'zi. Eson qutulib olsa aka. Ha. Ya, yaxshi ekan. Pul bo'lganda yopib ham ketaverasiz-da, to'g'rimi? Shap yopib ketaverasiz. Eng samimiy glавный bu yoq bizga xohlagan условияda qo'yib beradi. Aha. Oldingi ishlayotgan mollarga ham o'zimiz eskilarga. Aha. Yaxshi. Bu parkdan yomonlik ko'rmadik. Ha. Zo'r. Aka, rahmat. Omadingizni bersin. Xo'p aka. Choptirib yuravering. Bo'ldi aka. Bu qancha berasiz kuniga? Bu aka kuniga emas, oyiga 175 ming beraman aka. 175 ming. Bunisigachi? 160 ming. 160 ming. Zo'r. Молодец lekin. Gap yo'q.
Aka bu qanaqa mashina? Bu mashinamiz Geely Manjaro. Manjaro. Manjaro 2 litrlik полный komplektatsiya, bu ham full komplektatsiya. Fulkan nima kiradi ichiga? Bunga ham xuddi letni zimniy Letni zimniy ballonlar. Letni zimniy ballon, страховка, mana brend qilingan tayyor bu mashina. Tayyor уже. Ha, bu mashina ishga tayyor. Aha. Полный komplektatsiya, full komplektatsiya, mana naborimiz ham Podarka. podarik. Buni chexol poliklari Hamma yog'i bor. hamma yog'i bu. Ha, chexol poliklar hamma narsa bor. Hamma narsasi bor. Zo'r. Asgob, страховка, nimaiki taksiga kerak bo'lsa, даже o'sha shashkasigacha qo'yib qo'yganmiz. Zo'r. Gap yo'q. Buni narxini bilamiz. Aka necha pul? Geely Manjaro'miz narxi 7 million 200 ming rubl. Buni ham dastlabki avans berilishi 200 ming rubl beriladi. Qolgani 42 oy. 165 ming rubldan to'g'ri keladi. Keyin men yana bitta narsani aytib qo'yay, hamma mashinalarimizga hozir Rossiyada ishlayotgan Tojikiston, O'zbekiston fuqarolariga patentlik bo'lsa, оформление nima qonuniy ishga kirib ishlash anaqasi bor, imkoniyati. Ya'ni podключениyaga bemalol tushadi, оформление bo'lib, qonuniy ishlab, bu tomoni ham plyus. Chunki ko'p joylarda hozir samazanitlik bo'lmasa ishga olmayapti. Shu tomonni ham aytib qo'y, u qaysi mashinani buyuk qilsa, shunaqa qilib beramiz. O'zbekiston, Tojikiston fuqarolariga. Buni ham shu 200 ming boshiga beriladi. Buni 200 ming boshiga, har oyi 165 mingdan 42 oyga. Zo'r. 7 million 200 ming. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? O'zingizni tanishtiring, kimsiz, qayerdansiz? Melis. Shu taksoparkda ishlayman. Ha, Shu taksoparkda 3 yildan beri ishlayman. 3 yildan beri ishlaysiz. Bu yerda mashina vykupga olgansiz. Vykupga olganman. Bo'ldi, vykup tugatganmiz. O'sha o'zimizniki bo'lib, ashi mashinada shu parkda ishlab yuribmiz. Endi mana qarang, birinchi vykup olish hamma har doim o'ylaysiz-da. Как будет? Nima bo'ladi? Vykupni to'la olamanmi, yo'qmi? Shunaqa bo'lganmi sizda? Bo'lgan, конечно, любой odam o'ylansa kerak. Qanaqa bo'ladi? Olganmiz, ishlaganmiz, chiqdi, vykupdan bo'ldi. Yuribmiz, o'zimizni собственный mashinada. Parkka balanib, shu parkda ishlab, ishonib, yaxshi park, shunga ishonib yuramiz. 2 yilda to'lab bo'ldingiz. Mashina o'zingizga qoldi. Hozir o'sha mashinada yuribsiz-da. Endi qanaqa plan hozir dальнейший? Yana bitta mashina olish o'ylanib. Ya'ni дополнительный mashina olishmi yo uni sotib buni Uni sotsak sotamiz, sotmasak yuraveradi u ham, arenda beraveramiz. o'zingiz ham arendaga beraverasiz kimgadir. Zo'r. Shunga. Gap yo'q. Endi qarangda, menda maqsad основной taksoparkni ko'rsatib berish. Mana sizlar bugun mana ko'pchilik sizlar, endi men so'rashim kerak-da. Как есть? Выгодно или не выгодно? Выгодно, конечно. O'ziga qolyapti mashina buyumda, narsa o'ziga qolyapti. Pulni сразу bermayapsiz, maydalab, to'lab chiqaryapsiz. Конечно, выгодно. Выгодно. То есть рекомендовать qila olamanmi? Конечно, рекомендуем, 100% рекомендуем. Обязательно приезжайте в наш парк, покупайте машины, ishonchli bolalar. Условиялар qanaqa aka? Mana условияda bo'ladi, qiyinmi, yo'qmi? Qiyin emas, обычный заработок, arendan pulni to'laydi, просто и все. Vaqtida yoki o'tib ketsa nima bo'ladi? O'tib ketsa nima ham yo'q unchalik. O'tkazmasdan ishlash kerak-da, любой joyda. Harakat qilish kerak. Договорda рождения, как договорda ishlash kerak-da. Любой ishxonaning ishi-da. Sambiqlarni o'zimiznikilar bemalol gaplashib, kelishib, hammasini hal qilib ketdilar. Gaplashib, shunaqa kelib yaxshi bolalar. Yaxshi qarashadi, ishchilarga yaxshi qaraydi, podдержка qiladi bu ishchilarni. Короче, hamma tomondan yaxshi narsa, yaxshi park. Zo'r. Zo'r bor. Gap yo'q. Hammasini o'zingizlar ishlar. Aka, katta rahmat, omadingiz bersin. Bundan ham zo'r mashinalarda haydab yuring aka. Rahmat. Xo'p, mashinaning nomi nima? Bu mashinaning nomi Chang'an Yunes 1.6 turbo 181 ot kuchi. Bu ham полный komplekt. Полный farsh. Полный farsh, bu ham letni zimniy ballon, страховка 1 yillik, askop, nimaiki haligi bo'lsa, hammasi taksiga bunda ham bor. Litsenziya, taksiga nima kerak bo'lsa, chexol, polik, chexol, poliklari, chexollar, koja, poliklari bor ichida. poliklari bor. Bunga ham shu podarka. Podarkamiz bor bunga ham, и помощь дорога degan sertifikat ham beramiz. Berasizlar. Zo'r. Помощь дорога sertifikat. Gap yo'q. Aka, buni narxi qancha? Chang'an Yunes narxi
4 milyon 400 ming rubl. 4 milyon 400 ming. 200 ming dogovor kuni avans beriladi. Aha. Qolgani 42 oyga 100 ming rubldan. 100 ming rubldan. Rovna chiqqan buniki. Aha. Ikkinchi varianti bor. Shu dastlabki avansi yo'qlarga 6 ga bo'lib beriladi 200 ming, narxi 4 milyon 550 ming rubl bo'ladi. Aha. U ham 42 oyga 103 mingdan oyiga. To'g'ri keladi. Nimasi 200 mingga o'sha aytganimdek 6 ga bo'lib beriladi 33 ming rubldan. Zo'r, gap yo'q. Do'stlar, mashinani bir aylantirib ko'rib chiqsanglar mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshi. Ishlaringiz sog'liqlar. Yaxshi, Xudoga shukr. O'zingizni tanishtiring. Men Bobonov Bekjonman. Men Qirg'izistondan bo'laman. Qirg'izistondan bo'lasiz. Zo'r. Xudoga shukr, bu yerdan mashina olib ishlab yuribmiz. Men 17-yildan beri ishlayman. Bu yerda ballar yaxshi, bardıq vaqtda yaxshi qabul oladi, bardığın toza, taq ezetlenishadi. Men birinchi Skoda Octavia aldım. Ondan keyin Kia Rio, hozir 3-mashina. 3-chi qanaqa mashina oldingiz? 3-uchisi Belgi. Belgi X50. Qarangda aka, birinchi Skoda oldingiz. Aha. Keyin qanaqa mashina oldingiz? Kia Rio. Kia Rio. В чем выгода deydi-ku? Qanday? Foyda qayerda berdi sizga? Emi sразу bermaysiz-ku million degan aqchani. Ha, birdaniga bermaysiz. Sekindan Bo'lib. Kredit da, o'ng'ay to'laysiz-da. Aha. Xudoga Нет, это вот to'lash hammasi возможно, реально? Реально возможно, поэтому уже я беру. Уже третья машина, да? Yaxshilar, нормально. Минусы какие? Вот минусы тоже есть, наверное. Минус я не замечаю, не видел я. Нет. Минусов нету. Ага. Бардығы нормально. Это Қахраман иштейт, Хикматулла иштейт, Фархат, бары жақсы. Бардығы уақытта келсең, келіңіз жақсы. Ага. Проблем, без проблем. Без проблем. Значит, рекомендуйте. Рекомендую. Всегда кто мне что спросит, я всегда говорю, отсюда надо взять. Ага. Больше нормальный парк нету. Везде, говорю, я не видел. На самом деле я не видел. Нормально. Я здесь 17-го года работаю, уже сколько, 8 лет. Третий машина. Условия хорошие. Условия нормальные, меня устраивают. Устраивает. Поэтому отсюда я не ухожу. Ага. Планирую дальше работать, дальше взять машину. И лучше, да, каждый раз Конечно, машина o'zi. Нормально. Хорошо, aka, katta rahmat. Жақсы. Omadingizni bersin. Ага. Zo'r. Aka, bu qanaqa mashina? Bu mashinamizdan Chang'an Iado Lux degani. Aha. Bu komfort, ekonom komfortga yuradi bu mashina. Ekonomda ham komfortda ham yuradi. Ekonomda ham komfortga ham. Bu ham полный komplektatsiya, полный farsh, летний zimniy balon, страховка, помощь дорога и podarkamiz bor yana. Aha. Chexol, polik hammasi ichida. Chexol kojinni, poliklari bor joyida. Hammasi zo'r. Aka, buni narxi qancha? Hop, Chang'an Iado Lux mashinamiz narxi 4 milyon 200 ming rubl. 4 milyon 200 ming rubl mana shu. Avansi dogovor kuni 200 ming rubl, qolgani 42 oyiga 4 millionda 95 mingdan to'g'ri keladi. 95 mingdan to'g'ri Oyiga keladi. 95. Ikkinchi varianti 4 milyon 350 ming rubl, 200 ming avans 6 ga bo'linadi. 33 ming rubldan doimgidek. Mashinaga avans beramiz. Aha. Oyliga 98500 rubl. Zo'r. Buni Gap yana bitta plyus tomoni bor. Yozgi kuni sovutadi sizinani. Abduf ham bor. Abduf, Abagrev hammasi bor. Abagrev hammasi bor. Zo'r, gap yo'q. Полный komplektatsiya. Полный komplektatsiya. Nimaiki bo'lsa. Lyuklarigacha bor ekan. Panoramalarigacha bor. Zo'r. Do'stlar, bitta obzorni ko'rib chiqamiz. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Нормально, Познакомьте спасибо. себя. Откуда вы? Я живу здесь, в городе Дзержинском, Московской области. Меня зовут Александр Анатольевич. Александр Ака, Что, брат? что можете сказать? Про... Вот приехал к своему брату. Ага. Вот. Таксопарк шоколад. Ой, какой шоколад, брат? Элит. Элит плюс. Да, потом вырежете. Да. Ну, я здесь машину просто взял под выкуп. Вот жду сейчас. Оформляются документы. Под выкуп взяли? Да, под выкуп.
А почему в кредит не взяли? Сейчас ставка дорогая, дороже, то есть- дороже получается, брат. Получается, выгодно выкуп взять, чем Да, кредит. сейчас в данном случае, вот, тем более, да, здесь, Серьезно? да, в этом, да, Ага, получается, да, дешевле. Потому что кредит сейчас дают минимум на 5 лет, ага. с первоначальным взносом, по 25% годовых. По 25%. Да, то есть это получается машина будет дороже на 125% Да, ну. по итогу, да. Ага. То есть если берешь машину 3 миллиона стоит, 6 250 отдашь. Да. Если на Здесь переплата там миллион, полтора максимум. максимум. Да, Серьезно? да, То есть- и на 3,5 года. Ага. Да. Я вот беру Geely, ну это не Geely Atlas, это этот BLG аналог X70. Ага. Она стоит 3 миллиона, я за 4,5 миллиона ее беру. Берете. Да. Прям выгодно, поэтому берете. Ну вот точно такая же, только моя в другом месте сейчас стоит. На оклейке она там или где-то. Ага. Вы Да. под такси берете? Да. Что, будете таксовать? Да. Ага. Да. Я вон езжу, вон моя стоит желтая. А вот это желтый ваш? Да, это моя, да. Вы тоже отсюда брали его? Нет, это арендная машина. Арендная? Да, это арендная. Вы да. просто хотите отдать его? Да, и на я выкуп взять? просто статистику собирал, да, А. по автомобилю, какой лучше выбрать. Ага. И вот я уже 5-6 машин поменял, Ага. вот на этом автомобиле остановился. То есть это лучше получается? Ну, для меня, да. Ну, сейчас как бы. Не, ну, по моим габаритам, да, я смотрю, да. Ага. Ну, рост, вес, Я понял. там, понимаешь, там, ну, Ага. ну, плюс очень качественная машина, да. Получается, аренда невыгодна, выкуп в самый раз. И аренду ты отдаешь другому дяде, Ага. машина не твоя, Ага. а тут хоть работаешь, хоть машина тебе останется. Останется. Ну, конечно. И то есть каждый день зарабатываете, что-то в карман ложите и Нет, машина это останется. понятно, и машина саккумулируешь средства, понимаешь, да? Она аккумулятор, да, денег. Мгм. То есть, ну, если не разбить, то да. Круто, круто. Ну так получается. Да. Ну а смысл какой еще в этом? То есть вы можете рекомендовать? Я, конечно. Будете даже рекомендовать? Конечно, конечно. Вот здесь уже человек 15 лет работает, и нареканий нет никаких, да, то есть даже если там по сарафанному радио послушать, Ага. да, все хвалят. Все хвалят. Ну, конечно, Фархад Акен на репутацию работал долго, Конечно. а теперь репутация работает на него, да? Поэтому я тоже рекомендовать О, пришел. да, Я его да, давно да, знаю. да, Фархад Акен, он красавчик. Фархад Акен. Да, он красавчик вообще, да? Да, да. Да, да. Все, вас не будем больше мучить. Да, Я думаю, всё, Акен. А ты Санджана, да, брат? я Сурхандарья. А, Сурхандар. Я-то сам Санджан. Да. Да, ну, uzun да, biz да. Камил. Да, рад был познакомиться, брат, давай. Bu qanaqa mashina? Bu mashinamiz Geely Atlas flagship. Eng последний komplektatsiya. Fulli bu ham eng последний Eng fulli. zo'ri. Buni komplektatsiyasi ko'p. Aha. 3 xil komplektatsiyasi bor. Bu eng последний komplektatsiyasi. Hmm. Bunda ham panorama tom, panorama lyuk, letni zimni balon, 1 yillik страховка, asgop и bunda mana lobovoyda еще haligi speedometrda ko'rsatadigan funksiyalari ham bor. Bunda ham chexolimiz koja, poliglar bor, hamma haligilar bor, mana nabor podarka, Litsenziya bor. litsenziya, помощь дорога, Hammasi bor. Hammasi bor. Zo'r. Aka bu necha pul turadi? Hop, Geely Atlas flagshipimiz 5 million 450 ming rubl. Aha. Avansi 200 ming rubl dogovor kuni to'lanadi. Qolgani 42 oyga 125 ming rubldan to'g'ri keladi. Bo'lib beriladi. Bo'lib beriladi. Ikkinchi varianti bor. 5 million 600 ming rubl. Avansi 6 ga bo'linadi 33 mingdan. 42 oyga 128 ming 500 oylik to'lovi. Undan tashqari bu Geely Atlasda pastroq komplektatsiyasidan ham bor. U 200 ming arzon. 5 million 200 mingligi ham bor, ha. Ya'ni hali kimdir arzonrog'ini minaman desa, pastroq komplektatsiyasi ham bor. Zo'r. Kelishuvga muvofiq kelgan hamma avtomobillarimiz eslatib o'tishim kerak, ko'proq avans beraman desa, skidkalar, ustupkalari bor. Boshqa narxlar belgilanib, pastroq, ya'ni kelishuvga muvofiq har qanday skidkalar qilib beriladi. Kelishuvga muvofiq qilib beriladi. Короче, o'tirasizlar, baraka qilasizlar. Baraka bo'ladi. Baraka bo'ladi. Boshqa Gap yo'q. variantlar. Endi esa mashina bitta aylanib ko'rib chiqamiz.
Aka, bu mashina nima? Bu mashin BLG X50, X50. Jillini nimasida? Shu Jillini Belarusda chiqqani. Buni Belarusda Coolray ham deydi. Bu Prestige komplektatsiya. Bu ham полный komplektatsiya, panorama Full tom. bu ham. Bu ham full. Кожаный salon, коврикlar bor, letni zimni balon, подарок набор, помощь дорога, litsenziya, apkleyka, hamma nimaiki taksiga nima kerak bo'lsa hammasi ichida. Zo'r. Aka, bu nechi pul bu? Hop, BLG X50 Prestige avtomobil. Buni narxi 4 million 250 ming rubl. Aha. Avans 200 200 ming rubl sraz beriladi. Dogovor kuni qolgani 42 oyga 96 ming 500 rubl. Aha. Ikkinchi varianti 4 million 400 ming rubl. Avansi 6 oyga bo'linadi 33 ming rubldan. Oylik to'lovi 42 oyga 100 ming rubldan to'g'ri keladi. Zo'r. Gap yo'q. Bu ham 360 kamera. Aha. 360 kamera, полный обзор. Даже mana haligilarida, bokovoylarida ham kameralari bor. Eng zo'rida, Eng qara, zo'ri. fulli. Ha, fulli. Bitta mashina obzorini ko'ramiz. Aka, bu qanaqa mashina? Bu mashinamiz BLG X70. Aha. X70 bu средний komplektatsiya. Bunda ham letni, zimni balonlar, kovriklar, кожаный salon, Полная обклейка. полная обклейка, bu ham страховка, asgob, nimaiki taksiga kerak bo'lsa, litsenziya hamma yo'g'i bor. Polik, chexol, hamma narsa bor. Polik, chexollar, kojinni Bu hamma narsasi bor. nechta nimasi bu komplektatsiyasi? Buni ikkita komplektatsiyasi bor. Bu средний komplektatsiyasi. Sredniy komplektatsiya. Средний komplektatsiya. Zo'r. Aka, buni narxi qancha? Buni narxi Belgi X70 aktiv 4 million 400 ming rubl. Ha. Dastlabki avans 200 ming rubl, qolgani 42 oyga 100 ming rubldan to'g'ri keladi. 100 ming rubldan to'g'ri keladi. Buniki to'g'ri keladi. Tekis ekanda. Ikkinchi varianti bor, 4 million 550 ming qimmatroq bo'ladi. Sababi o'sha 200 mingda birdaniga olib kelib bera olmaganlarga 6 oyga bo'lib beriladi 33 mingdan. Bu 200 ming первоначальный взносы. U vznos emas, avans Ha, bo'ladi. Mashinaning narxiga kirib ketadi. Ichiga kirib ketadi. Ha. Vznos yo zalog emas u. Shuni. Oyiga 103.500 dan to'g'ri keladi. To'g'ri keladi. Hech qancha katta farqi yo'q. Shu asosiy shuki, yana doim aytgandek, hamma mashinalarimizga Kelib yana o'tirib baraka qilsa bo'ladi. Baraka qilsa bo'ladi, ustupkalar bor. Undan tashqari O'zbekiston, Tojikiston fuqarolariga ofitsialniy трудоустройство bilan ishlash imkoniyati bor. Hammasini yaratib berasizlar. Hamma mashinalarga bor. Zo'r. Do'stlar, mashinani ko'ramiz. Qani marhamat. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'liklar, kayfiyatlar bo'lyaptimi aka? Yaxshimisiz? Demak, ofis shu yerda. Ofisimiz mana shu. Ish mana shu yerda bo'ladi. Zo'r, gap yo'q. Dogovorlar, Aha. Mashinalar haqida ma'lumotlar shu yerda-da. Ma'lumotlarimiz hammasi mana shu. Mashinada qanaqa komplektatsiyalar bor, qanaqa mashina kerak keladi, mana u kitoblarni ko'rib, pricelarimiz bor. Narx-navoni ham shu yerda kelishib, siz adashmasam finansist. Finans bo'yicha. Ha, finans, pulda siz hamma gap sizda pulda. Demak, kelib baraka ham shu yerda qilinadi. Mana masalan narx bor, sizlar aytgan narx bor. O'shandan yana pastroq tushirib, biror narsa qilib baraka qilib bo'ladimi? Endi hozir men tarafdan kelsa baraka qilib berasizlarmi? Yo, realnada? Albatta, realda. Rustam Rahmonovdan desanglar, yana baraka uchun yana bir qalaqangi summa tashlab beriladi. Gap yo'q. Zo'r. Bu yerda aslida nima ish? Bu yerda mana shu dokumental ishlar hammasi shu yerda bo'ladi. Dokumental ishlar shu yerda. Ishlarimiz hammasi shu yerda bo'ladi. Yana bitta mexanikimiz bor, liniyaga chiqaradigan, ko'chirib beradigan mexanikimiz bor. Bu mexanik hozir bugun og'rib qoldi. Aha. Abetda javob so'rab ketgan edi, abetdan keyin. Medikimiz bor, liniyaga chiqaradigan hammaliklarimiz bor. Sizlar bu yerda putyovka nima bilan chiqib ketadi-da? Sal mashadan chiqib. Значит, sizlarga misol o'zini mashinasi bo'lsa ham, taksi bo'lmoqchi bo'lsa, sizlarga murojaat qilsa bo'ladi-da.
ular berib, mana bu apkleyka, hamma narsa podключение qilib berasizlar. Taksiga nimaligini yordam kerak bo'lsa yordam beramiz. Polni yordam beriladi. O'zingizlar taksoparkinglar bor. Zo'r. 2017-yildan beri bu 2017dan beri. ko'p Moskvadagi shoplar taniydi. Vikupga olgani ham, arendaga olgani ham juda ko'p ishlab, uyga borib kelib, yana kelib ishlagan bilishadi hammasi. Zo'r. Hammasi bilishadi. 100 dan ziyod mashina o'zi vekupga bo'lindi. Sotib olishdi o'zi. Hozir qancha mashinalar nimada parkda yuribdi-da? Parkda hozir 100 ga yaqin mashina bor. Bor yana. Shu vekupga hozir vekupga yurgan ham bor. Mana yangi keldi hozir yangilar. Основной mana vekupga olishadi. Mashinani уже sotib olishadi-ku. Nima qilishadi keyin mashinani? Sotishadimi? Mashinani bir xili bor sotadi. Bir xili bor mana yuribdi hozir bizda parkda buni 1 yildan beri, 1,5 yildan beri yurganlar bor. Tugatib bo'lgan. Tugatib bo'lgan, mayli sizlarda yursin deb turib, yana oshiqcha xarajat u. Chiqarsa litsenziya qiladi, yana boshqa strafovka qiladi. Boshqa bir ishonchli odam topish kerak uni nomiga qo'yish uchun. O'sha uchun sheda yurganlar bor. Bizda parkda ishlaydi, bo'ldi shu. Boshqa xarajati yo'q hech qanaqa. Arenda to'lamaydi. Zo'r. Xohlagan payti kelsa, ko'pga продажа desa yozib beramiz. Hozir bitta akamiz ham ko'rgan bo'lsangiz keldi. Ko'rdim. Ko'pga продажа dedi, ko'pga продажа yozib berdi. Zo'r. Sotdi, ham sotishga ham yordam berdik. Gap yo'q. Omadinglar bersin. O'ylaymanki, nima desam bo'ladi. Bundan ham ko'proq o'zbeklarga mashin, o'zbek, tojik, qirg'izlarga mashin berib, ularni xursand qilasizlar. Demak, do'stlar, o'ylaymanki, hamma narsa tushunarli, yasni. Agar tushunmagan qanaqangidir gaplarimiz bo'lsa, kommentariy yozinglar. Kommentariy bemalol. Agar o'zingiz javob berasiz kommentariyaga. Telefon raqamlar turibdi ekranlarda, bemalol telefon qilib, hamma narsani so'rab, surishtirib bilishinglar mumkin. Bemalol so'rab. Biz tarafdan agar Rustam Rahmonovdan ko'rib keldik desa, ustupkalari bor. Bor. Narx oxiri deb o'tirmaysizlar, ustupkalar qilib beramiz. Chiroyli narx qilib beramiz. Kreditdan arzonroq chiqyapti. Mana даже ruslar kelib, kredit emas, kelib vekupga olib chiqib ketishyapti. Bu normalniy-da. Mana berilgan mashinalarimizga mana bunaqa prodan deb yozib qo'yamiz. Prodanni mana o'sha bu mashinalar sotilganlari ham bor. Bular sotilganlari ham bor ichida. Hammasi bu ilik emas. Mana bularga ham mana prodanni o'ni arizada ham turibdi. Naryoqda ham turibdi. Короче, qancha mashin kerak bo'lsa, shuncha mashina bor. Bor mashina. Qanaqa mashin kerak bo'lsa, o'sha mashinalar qilib beriladi. To'g'rimi? Tak что do'stlar, men tavsiya qilib qolaman. Aka, o'zingiz hamma telefonga javob berasiz, o'zingiz gaplashasiz. Ofis bor, ofisga kelasizlar. Shunday. Bemalol kelib, mana avtomobilni proyezd, adresimiz Dom 10, Strayna 4. Mana Ahrandan kirgan joyda mashinalar turibdi. Bemalol kelib, murojaat qilsa bo'laveradi. Zo'r. Ajratilgan vaqt uchun sog' bo'lasiz aka. Gazini bosing. O'ylaymanki, do'stlar, topasizlar o'zingizlarga kerak bo'lgan mashinalarni. Men esa sizlarga ko'rsatish maqsadim rekomendovat qilish. Bizni moshni akalar o'zimiz taniymiz, bilamiz. Bular bilan ishlagan insonlarni ham ko'rsatdik. Kelinglar, olinglar, mazza qilib yuringlar. O'zingizlar nachalnik bo'lib. Shunday. To'g'rimi? Shunday. Shunaqa. Kuchaysa ham o'zimizkilar kuchaysin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omadsizlar hech qachon tark etmasin. Xayr. Rayonda o'tirdik. Mana yana bir vekupga olgan inson keldi. Tojikistondan ekan akamiz. Assalomu alaykum aka. Xayr aka, ko'rib sodaymi? Alhamdulillah. Xudoga shukr. Rahmat. Ko'kasi. Taksoparkdan mashina olyapsiz. Xudoga shukr girsdagi. Vekup. Girsdagiyim men. Aha. Girsdagiyim. Qancha so'l уже taksoparkda Men taksopark, elit taksopark bor, elit taksopark plus bor. Men qarib 2 so'rishda ko'rmayman. Sharoitosh normalniy, xudoga shukr, cho'tki. Yagon kambudining dokumenti hamacha qadam etyapti. Mashin vekupda girsdagimi? Mashina vekupga girsdagi emas, sishash mo'po. Chiqili mashin? Arizo H. Arizo H. Normalniy mashin. Arizo H. Hamma chizga qadam etgan dokument top. Ekonomika bisodaymi, normalniy? Alhamdulillah. Xudoga shukr. Ko'r kasada xudoga shukr. Ko'rinadi. Zo'r. Mana akamizni ham ko'rdik. Sразу bilan o'tirib bitta video qilaylik dedim. O Tojikistonlik akamizlar mana olyapti. O'zbekistonlik, Qirg'izistonlik akalar olyapti. Barodaroy, men omada bemalol girsanglar, elib taksopark bemen aka qahramon астай. Номерашон o'z memonim. Taksopark mama dokumentitona mekuna bacho. Problema nesta yagon chiz. Hamma ko'ro taqada dokumentitona rahbar andoqtan metyam bacho. Официальная лицензия? Официальная лицензия, гражданство bo'sha, bu гражданство va digarchi dokumentlar hammacha xudashon sotkada metyam. Qancha hammacha qadam metyam, mashina 0 probeg bor, 200,000
первоначально мететон машина 0 пробег хайкадан мерем. Ҳамаш машина нава. Ман худам гирифтагима ай салон бировардагим. Gap yo'q. Omad aka. То чи хизмат кунем акаҷон? Ne xizmat ne. Ва ҳамҷа дадем ака.